Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda sizlar bilan Rollercoin saytida o'yinlarni hammasi haqida birma-bir o'ynab ko'rsatib, ma'lumot berib o'taman. Demak, Rollercoin saytiga men asosiy profilim bilan kirib olganman. Bu profilimda mana asosiy bo'limga o'tib ko'rsatib o'tishim mumkin, qanday darajaga erishilganligi to'g'risida. Ko'rib turganinglardek, mana bizni o'zimni sahifam unchalik ko'p bo'lmasa ham, mana ko'rib turganinglardek ushbu mayner qurilmalarini qo'yganman. Xo'p, endilikda umumiy tezlik mana my powerni ko'rishingiz mumkin. 190 ming px sekundiga ishlamoqda. Hozir men umumiy quvvatni poligon ishlashga qaratib qo'yganman. Va mana poligon ishlashga qaratganimda hozir har 10 daqiqada menda 0.2077 poligon ishlaydi. Bu degani bir kunda qancha ishlash mumkinligini hozir ko'ramiz. Xo'p, har 10 daqiqada 0.77 poligon ishlayotgan bo'lsam, buni ko'paytiramiz 6 ga, chunki 1 soatda 10 minutlikdan 6 ta bor. Demak, soatiga men 0.045 poligon ishlayotgan ekanman. Buni ko'paytiramiz 24 soatga, ya'ni 1 kunda qancha ishlashim mumkinligini ko'ramiz. Demak, kuniga men 1.1 poligon ishlayotgan ekanman hozirgi holatimda. Ana endi hozir o'yinlarni o'ynab ko'rsatib beraman va mana bu 190 tezligimiz qanchaga ko'tarilishini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib olamiz. Xo'p, games bo'limiga o'tamiz. Kompyuterda tushuntiryapman, sababi kompyuterda biroz qulay telefonga qaraganda, lekin telefonda ham xuddi shu usulda o'ynasangiz va ishlasangiz bo'ladi. Demak, eng birinchisidan boshlaymiz. Crypto Hex deb yozilgan ustiga bosamiz va start tugmasini bosamiz. Qanday qilib o'ynashni tushuntirib beraman. Xo'p, demak, mana qizilni qo'yamiz va keyin ko'kni qo'yamiz. Yonma-yon qizilni qo'yadigan bo'lsak, qizilni bir-biriga ilib oladi va shu tarzda o'yin davom etishimiz kerak. Bir-biriga yaqin qilib qo'yish kerak bo'ladi ranglarni. Shunda bir-biriga yaqinlashganda taxminan 10 tami yig'ilgandan keyin mana shunday yo'q bo'ladi va bizda ochko yig'iladi. Xuddi shu tarzda ochkolar ko'paysa biz yutgan bo'lamiz. Mana ko'rib turganinglardek biz yutdik va claim reward tugmasini bosamiz. Biroz kutadigan bo'lsak, bizga hisob-kitob qilib qancha yoki nima yutuq olganligimizni oxirida chiqarib beradi. Bizga power, ya'niki 2,5 Hz qo'shildi. Boshqa mukofot olganimiz yo'q. Bu 24 soat davomida ishlaydi hozirgi tezligimiz. Yana choose game tugmasini bosamiz. Demak, 10 ta o'yin o'ynasak, kompyuterimiz keyingi level ko'taradi. Hozir men 4 ta o'ynaganim uchun yana 6 ta o'yin o'ynashim kerak. Demak, keyingi o'yinda ko'ramiz. Coin click. Bu o'yin ham juda mashhur hisoblanadi bu Rollercoin'da, ya'ni asosiy o'yin mana shu hisoblanadi o'zi, chunki eng birinchi o'yinlardan va nisbatan boshqa o'yinlarga qaraganda anchagina oson. Shunchaki kriptolarni tanlaysiz, bombaga tegmasligingiz kerak. Bombani olsangiz yutqizasiz. Albatta, har bir o'yinda vaqt belgilangan, vaqt tugamasidan siz yetarlicha ochko yig'ib o'yinlarda yutishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan bu o'yinda ham yutdik. Claim reward degan tugmani bosamiz. Va ko'rib turganinglardek bizga Common Wire 5X, demak 5 ta bizga ushbu qurilmani qo'shimcha qismni berdi. Bu orqali biz mining apparatimizni kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham keyingi boshqa bir videolarda mining apparatlarini kuchaytirish, ehtiyot qismlarini qanday qilib bir-biriga ulash, bog'lash haqida alohida bitta video tayyorlaymiz. Hozir faqat o'yinlar haqida videoni davom etamiz. Undan keyingisi Dr. Hamster degani, Dr. Hamster degani start tugmasini bosamiz. Yana start tugmasini bosamiz. Xullas, bu joyda biz ranglarni bir-biriga o'xshash qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 4 tasini qo'yadigan bo'lsak, ya'niki ikkita nima bor? Ikkitani yutish kerak bo'ladi. Ya'niki ikkitani sindirish kerak bo'ladi.
Xo'p, shu tarzda qo'yamiz. Bunda ham vaqt bor, shuning uchun tezroq yutishga harakat qilish kerak. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu o'yinda ham yutdik. Claim Reward tugmasini bosamiz. Bu 3-o'yinimiz edi. Xo'p, bizga 3000 Gs yana qo'shimcha berdi. Demak, umumiy hisobda 190-931 px/sekund tezligimiz oshdi. Ana endi keyingi o'yinga o'tamiz. Coin Match degan o'yin, start tugmasini bosamiz. Bu o'yin juda ham oddiy, shunchaki tangalarni aylantirib, bir-biriga moslarini yutish kerak bo'ladi. Oson o'yinlardan yana bittasi mana shu o'yin hisoblanadi. Boshqa o'yinlarda agar yutish qiyin bo'lsa, mana shu o'yinda o'ynab yutib tezroq ochko yig'sangiz bo'ladi. Xo'p, Claim Reward tugmasini bosib, buni ham mukofotini olamiz. Demak, 2160 Gs tezlik oldik. Xo'p, yana 3 ta o'yin o'ynaydigan bo'lsak, kompyuterimiz keyingi levelga o'tar ekan. Xo'p, keyingisi Token Surfer degan Snowflight. Xo'p, bu o'yinda ham o'ynaymiz. Shunchaki hozir kompyuterda o'ynayapman. Probel tugmasini bossam ushbu hamsterimiz sakraydi. Telefonda qanday bo'ladi bilmadim. Telefonda ham ehtimol ekraniga ursa sakrasa kerak. Shunchaki mana bu kriptalarni olib pastga tushib ketmaslik kerak. O'yinda mazmuni shunday. Uch marta jon beriladi. Xo'p, nima uchundir bu o'yinda yuta olmadik. Hech qisi yo'q. Xullas tushundingiz bu o'yinni qanday o'ynashni. Undan keyingisi Token Blaster degan o'yinni ham ko'ramiz. Ba'zi o'yinlar biroz murakkab, ko'rib turganingizdek, lekin o'ynab yutsa bo'ladi. Faqatgina qo'l biroz kelishish kerak. Xo'p, bu o'yinda ham 3 ta jonimiz bor. Mana bu o'qlariga tegib qolmaslik kerak. Keyin mana bular pastga tushgan paytda ham bularga tegib qolmaslik kerak. Belgilangan vaqt davomida yutish kerak. Shunga ham e'tibor berish kerak. Vaqt tugab qolsa ham yutqizasiz. Xo'p, bu o'yinda ham yutdik. Claim Reward tugmasini bosamiz. Xo'p, 6500 Gs tezlikka ega bo'ldik. Xo'p, yana Choose Game tugmasini bosamiz. Yana 2 ta o'yin yutishimiz kerak ekan. Xo'p, keyingisi Coin Fisher deb yozilgan start tugmasini bosamiz. Ya'niki tangalarni yig'ib olish. Hozir ko'rasiz qanday o'ynalishi kerakligini. Mana tangalarni xuddi shu tarzda tortib olish kerak bo'ladi. Bunda ham belgilangan vaqt bor. Belgilangan vaqtda yetarli ochkolarni yig'ib olish kerak bo'ladi. Xo'p, nima uchundir? Xo'p, yetolmadi. Xo'p, bu o'yinda ham yutqizdik. Belgilangan vaqt ichida yetarli ochkoni yig'a olmadik, shu sababli yutqizdik. Bu o'yin ham biroz qiyin ekan, chunki bir necha marta o'ynaganimda ham xuddi shunday vaqt yetmadi. Xo'p, keyingisi Hamster Climber degan o'yinda o'ynab ko'ramiz. Ya'niki yuqoriga tirmashib chiqib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, dumaloqqa yetganda, yashil bo'lganda ekranni bosib
xuddi shu tarzda davom etib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, bu o'yinda ham yutdik. Claim Reward tugmasini yana bir marta bosamiz. Demak, 2,5 ming gaz, bunda ham tezlikka ega bo'ldik. Xo'p, undan keyingisi Flappy Rocket degani. Mana bu e'tibor beringlar, ustiga bosadigan bo'lsanglar, keyingi levelga o'tish uchun bitta o'yinda 3 marta o'ynash kerak bo'ladi. Mana bu bitta o'yinda 3 marta o'ynaydigan bo'lsak, difficulty degani, ya'ni qiyinlik darajasi keyingi levelga ko'tariladi. Bu paytda bizga 500 points beriladi. Bu pointlarni nima uchunligini hozir bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, start tugmasini bosamiz va ushbu o'yinni ham o'ynab ko'ramiz. Shunchaki tegib qolmasdan oxiriga yetib olish kerak bo'ladi. Bu ham oson o'yinlardan bittasi desak bo'ladi, chunki asosan shu o'yinlarni o'ynab akkauntni kuchaytirganman. Xo'p, Claim Reward tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganinglardek congratulation demoqda, ya'niki biz kompyuterimiz yangilandi. Mana 72 soat turar ekan bu. Xo'p, your power will last 72 soat. You should bir game every 24 soat keep your new computer. Demak, har bitta o'yin yutganimizda 24 soatga kuchaytirib borar ekanmiz, ya'ni uzaytirib borar ekanmiz ushbu kompyuter saqlanishini. Demak, 3 kunga berilibdi ushbu kompyuter. Collect Reward tugmasini bosamiz va Home asosiy bo'limga o'tib olamiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek kompyuterimiz 2-levelga o'tgan va saytga bitta обновление berib ko'ramiz tezligimizni. Hozirgi holatda tezligimiz 190-947 bo'libdi. Bu tezligim o'zi katta bo'lganligi uchun hozirgi o'yin o'ynaganimizda unchalik ham katta natija ko'rsatmayapti. Sababi bu PH sekund degani TH sekunddan ham kattaroq. Eng kichkinasi GH sekund bo'ladi, undan keyingisi TH sekund bo'ladi va undan keyingisi PH sekund bo'ladi. Men hozir 3-nimada darajasiga yetganman. Bundan keyingisi esimda yo'q. Nima bo'lishi? EH sekund bo'lishi mumkin bundan keyin. Xullas shu tarzda ko'payib boradi. Xo'p, yana games bo'limiga o'tamiz. Qolgan o'yinlar haqida ham ma'lumot berib o'taman. Mana ko'rib turganinglardek level 2 ga o'tdi kompyuterimizni. Xo'p, ana endi Flappy Rocket ko'rdik. Ana endi Mission Comes Possible deganini o'ynab ko'ramiz. Bu ham yangi o'yin. Chunki o'tgan yilda yo'q edi bu o'yinimiz. Yaqinda qo'shilgan o'ylashimcha. Bunda nima qilishimiz kerak? Belgilangan joyga mana bu nimalarni olib kelishimiz kerak. Xo'p. O'ylashimcha lazer to'xtab qoldi. Va biz yutibmiz. You win deb yozmoqda. Claim Reward tugmasini bosamiz. Xullas, boya ko'rib turganinglardek nimanidir olishimiz kerak ekan. Turgan buyumlarni to'plash kerak ekan. Xo'p, 7000 gaz berildi. Ya'niki kompyuteringiz qancha kuchaysa, sizga shunchalik ko'proq yutuq beriladi. Xo'p, choose game tugmasini bosamiz. Ana endi 20 ta o'yin yutadigan bo'lsangiz, sizda keyingi levelga o'tadi ekan ushbu kompyuteringiz. 20 ta o'yin yutish uchun esa sizga 3 kun vaqt bor, chunki bu PC level reset deb yozmoqda 24 soat. Demak, 24 soat vaqtingiz bor ekan.
ushbu kompyuterni yanada kuchaytirish uchun. Xo'p, ana endi keyingi o'yinni ham ko'ramiz. Crypto Hamster degani. Ushbu o'yinni ham o'ynab ko'rsatib beraman. Ya'niki yuqoriga sakrab chiqib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, buni kompyuterda o'ynaydigan bo'lsak, stirkachalar bilan boshqarilar ekan. Telefonda bilmadim qanday boshqariladi. Xo'p, 3 ta jonimiz bor bunda ham. Yuqoriga qarab intilishimiz kerak. Mana bu joyda marrani ko'rsatmoqda. Bayroqqa yetib oladigan bo'lsak, yutgan bo'lamiz. Xo'p, mana bu maxluqlarga tegib qolmaslik kerak ekan. Va bu o'yinda ham yutdik. Va bizga 6000 Gz yana qo'shildi. Choose game tugmasini bosamiz. Va undan keyingi o'yin 2048 coins yozilgan. Bu o'yinni ham o'ynab ko'rsatib beraman. Xo'p, demak, kompyuterni stirkachalari bilan boshqariladi. Bir-biriga o'xshash kriptalar bir-biriga qo'shilganda undan kattaroq kripta hosil bo'ladi. Xullas 2048 o'yiniga o'zi shunchaki kripta valyutalar bilan dizayndagi holati. Shunchaki o'ngga chapga, tepaga pastga qarab ushbu o'yinni o'ynashingiz mumkin. Claim reward tugmasini bosamiz. Bu o'yin ham oson o'yinlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, nima uchundir 1000 Gz berdi. Choose game tugmasini bosamiz. Va Cryptonoid deganni ham o'ynab ko'rsatib beraman. Bu qanday o'yin, qanday o'ynalishi haqida. Bu o'yinda ko'pchilik o'ynagan bo'lsa kerak, juda ham oddiy o'yin. Shunchaki buni buzish kerak bo'ladi, yuqoridagi qutilarni. Xo'p, mana shunaqa vaziyatda bittani urish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Xo'p, demak bu o'yinni ham yutdik. Demak, Free 2 RST deganini yutib olibmiz hamda 6700 Gz tezlik qo'shilibdi. Xo'p, undan keyingisi Coin Flip degani, demak bu o'yinni ham o'ynab ko'rsatib beraman. Shunchaki bu o'xshash tangalarni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi Litecoin, Bitcoin, RLT, Litecoin. Demak, Litecoinni belgilaymiz. Xo'p, Ethereum, Binance, Bitcoin, M. Demak, Bitcoinlarni belgilaymiz. RLTni topamiz va Binance'nikini ham belgilaymiz. Xuddi shu tarzda o'yin o'ynab boriladi. Shunday qilib bu o'yinni ham yutdik. Ana endi keyingi o'yinni ko'ramiz. Demak, 1000 Gz tezlik qo'shildi. Va oxirgi o'yinimiz Lambo Rider degani. Bu o'yinni ham o'ynab ko'rsatib beraman. Demak, kompyuterda o'ynaydigan bo'lsak, sterka bilan o'ynar ekanmiz. Telefonda bo'lsa, telefonda ham menimcha qandaydir bosib o'ynasa kerak. Xo'p, 3 marta jonimiz bo'ladi. Albatta bu o'yinda ham. Shunchaki tangalarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu o'yinda ham yutdik va yutug'imizni ko'ramiz. Demak, 6500 Gz yana qo'shimcha yutuqqa ega bo'libmiz. Go Home tugmasini bosib asosiy o'yinga o'tib olamiz va tezligimiz unchalik ko'p ko'rinmagan bo'lsa-da, o'zgarish katta bo'lmagan bo'lsa-da,
Lekin sizlar yangi boshlagan vaqtingizda sizlar uchun judayam katta o'zgarish bo'ladi. Tezlik jihatidan. Hozir menda o'zi tezlik 190 ming bo'lganligi sababli shuncha ishtaganimiz ham deyarli ko'zga ko'rinmadi, lekin taxminan 1 px/sekundga o'zgardi. Mana bu joyda ham unchalik ko'p o'zgarish bo'lmagan bo'lsa ham, ozroq bo'lsa ham o'zgarish bo'ldi. Xo'p, shu bilan ushbu o'yinlar haqidagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ana endi mana bu maynerlarni olish, mana bu joyga joylashtirish, yana boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'taman.